Yunusobodda Zenit tarafga bir hoji akamiz xuftondan keyin meni olib ketdilar. Qora aka kelinimni topib bo'lmayapti, bir dam solib qo'ysangiz deb. Keyin bordik, kirsak haqiqatan kelin o'rnidan tura olmaydi. Biz borishimiz bilan boshini ko'tarib o'tirdi. Keyin dam sola boshladik. Bir ozdan keyin kelin yig'lashni boshladi. Nega yig'laysiz? Tinchlikmi desam, tinchlandi. Yana o'qiy boshlasam, yana yig'lashni boshladi. Nima gap axir kelin, nima bezovtachilik? Adamni chaqiraylik iltimos dedi. Ya kun kech bo'ldi, ota-onangiz bezovta bo'ladi. Tinchlandi. Yana biroz o'qishni boshlasam, yana yig'lashni boshladi. Iltimos deb turib oldi. Adam kelsin, iltimos kelmasalar bo'lmaydi dedi. Uzoqmasmi desam, yo ikkita ko'cha narida ekan, telefon qilishdi, darrov yetib keldi. Kelgandan keyin ota bola quchoqlashib, o'pib, peshonasini o'pib, keyin kelinning chehrasi ochildi. Keyin aytdim, sizni so'rab qo'ymadi bu otam kelsin, adam kelsin deb. To'g'ri shunaqa qora ketdi. Bu qiz meni ko'rmasa, uzatgunimga qadar ichki qolardi. Onasini ko'rmasa esiga kelmas edi. Meni ko'rmasa ichki qolardi. Shunaqa bir mehr berib katta qilganman-da, o'zi bitta qizim bor qora aka. Bu tillo qizni o'zim katta qilganman. Meni ko'rmasa shunga meni so'ragan dedi. Qarang, yonida eri o'tiribdi, ikkita o'g'ilchasi bor ekan, qaynota, qaynona otam kesinda o'tiribdi. Ota kelgandan keyin ko'ngli to'ldi. Keyin xotirjam bo'ldi, keyin yuziga kulgi keldi. Qiz shunaqa bo'ladi akalar.